Assalomu alaykum to'rdoshlar. Yaxshimisizlar? Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin deb chiqadi. Abduveli Yasin Turkiyada turadi. Misrda o'qigan. Anandan har xil ziyonkashliklarga uchrab, hozir ko'chada, u yerda, bu yerda yurganligi to'g'risida men bulturmi so'zlab bo'lgan, hozirmi bu bolaga haqiqiy igdorchilik yetkazilmadi. Turkiyada shuncha olajaq tashkilotlar va shirkatlar va shundajıq dava mutaxassis novchilari osmon pichiga atılganları var. Lekin bunga ega chiqish uchun shuncha olajaq odamlarga tilamchilikni o'rinlashtirib shuncha olajaq narsani taqatdinglar. Mushum bir Uyg'urniki bir partisi. Mushu bir tal Uyg'ur. Mushunga ega chiqish kerakdi. Sizlar vatan davosi qilolmaysizlar. Bizmi qilolmadik? Qilolmagan odam mana o'smi qilish kerak. Rast gap qilishga og'zingiz bormamdi. Bir savob ish qilguliq. Agarda rast musulmon bo'lgan bo'lsangiz, rast shu vatan uchun kuyib ketayotgan bo'lsangiz, ma'nimi aslab qo'ying. Bumi bir Uyg'ur, bumi bir Uyg'urning bir partisi, bir tili, bir tomchisi. Shuncha valajiq odamlarni o'ngdisiga yetib baqdinglar, beqivotsizlar, ham vatandoshlik bilan ta'minladinglar. Hech qanday ishlamasimi, bu qilmasimi, o'zingning yurtdoshliging deb o'tirib vatandoshlik berdinglar. Mavju ma talada o'lib qolsa Uyg'ur uchun aytgan chaqda zo'r bir nomus, haqorat, nomus. Hidayatulloh O'g'izxon apandim, sizning qo'lingizdan keladi. Ben dedim, agarda mushu bolaga ega chiqib, mushu bolani doktorxonaga ko'rsatish uchun kimlik hal qilib bersangiz, men kunda chiqib media o'qiyman sizga. Fon kaygizimiz, biz qarindoshlarimiz deyishdik, fon kaygizimiz. Ay mangan tapan haqqingizni berimiz. Pul yig'ish qilib, ko'taralsam o'zim chiqarmay, ko'tarolmasam pul yig'ish qilib, biz sizga tapan haqqi berimiz. Siz o'ylagandan o'ta tortib siz o'ylab yiqing, mushumu bir Uyg'ursi. Siz da'vo qildim deysiz. Turkiyada shu da'vogarlar 24 ta da'vo qilganlar qinisizlar. Qo'linglar iqmi? Hammalar qochsa, bu bir parcha o'tmi? O'zinglar bilasizlar. Qumdan ba'zi odam qo'rqidi bu ishdan. Qumdan dazing yo'q bo'lsa, chiqib igichiq yordam qil. Davolash kerak. Davolansa o'zini o'zini o'z chiqargan bo'ladi. Bu so'ng bir ish qilamizmi? O'zini o'z chiqib, ta'riflarini, tozliqlarini o'z qilgan bo'ladi. Rahmat sizlarga.